Ye, ukajonim. Kelib qoldingmi? Qanday ukajon? Sog'laring yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? Kelin yaxshimi? Jiyanlarim yaxshimi? Yur, choy ichamiz, osh damlaymiz. Kelib qopsan. Rahmat. Yur, uyga kiray ukajonim. Yo, rahmat aka. Shoshib turibman. 10 kunga deb qarz oluvdingiz. Qachon berasiz aka? Necha oy bo'lib ketdi? Xabaring bor. Jiyaning institutda o'qiydi. Yaqinda kontrakt to'ladim. Pulim bo'lishi bilan olib beraman ukajon. Kelaman har doim bahona aytib qaytaraverasiz aka. Unaqa emas-da. Qarz olgan odamlar menda ham so'rab yotibdi. Do'konda savdo yo'q. Savdo yaxshi emas. To'g'ri tushuning aka. Xabaring bor. Chet elga ishlagani bordim. O'sha chet elda ham mazam qochib qoldi. Zo'rg'a poyezdga yo'lkira topib zo'rg'a kelib oldim ukajon. Men sizga ming marta aytdim, shu chet elga bormang deb. Nima qildingiz? Mana qaytib keldingiz. Duppa-durust do'kon ochib beruvdim. Do'konni ham ishlatmadingiz. Ana xonim qil aka. Gulday qilib ishlatib yuribdi. Endi o'sha odamga o'zingiz qarz bo'lib yuribsiz. Qarzga narsa. Bunaqa emas-da. O'zi otam rahmatli aytgandi. Akang lapashayroq, sal qarab yur, pishiroq bo'lsin deb ming marta aytgandi. Ko'ryapsizmi, ahvol nimaga olib keldi? Unaqa emas-da aka. Ana sigiringiz bor ekan. Sigiringizni soting bo'ldi. Shu buni pulda olib borib bering. Tamom vassalom. Sigir shu qora qozonni shu sigir qaylab turibdi ukajon. Qatiq sutini ortganini qo'shlarga sotyapmiz. Aka, meni ham to'g'ri tushuning. Meni ham qarzlarim boshimdan oshib yotibdi. Egalari so'rab kelyapti. To'g'ri tushuning. Tug'ishgan akamsiz. Shuncha sharoit qilib berdim, shunchalik bo'ladi. Bitta ukanik aka. Bozorga olib chiqing, dallol yaxshi narxga dallol savdo qilib beradi. Aka, mahallamizda To'lqin qassob bor-ku. Hop, shunga olib chiqamiz, kelishtirib oladi. Yo'q, u qassob sal arzon baholaydi-da. Kelishtirib beradi, shu paytgacha norozi qilmagan-ku. Yuring aka, meni to'g'ri tushuning. Dadam rahmatli ham necha marta molimizni shu odamga sotgan. Kelishtirib, rozi qilib bergan. Nima qilmaydi? Yuring. Bugun berish kerakmi? Zarurmi hozir? Zarur aka, zarur. Yuring tez. Assalomu alaykum. Sog'lom yaxshimsan, bolani yaxshimi? Bu aka-ukalar nima bu sigir yetalab qayerga ketyapsizlar? To'lqin qassobga sotgan olib ketayotgandik sigirni. Nega? Ukamni azgina oldi berdi bordi, shuni bermoqchi edim shuni. Aka, hammaga aytish shartmi qarzingizni? Nima keragi bor? G'ayrat. Endi bu akang bo'lsa, sal hurmat qilganda, otangni biladim, juda ham yaxshi odam edi. Sizlarning bexil oqibati sal qo'shdimi deymanda, qo'shni menga qarang. Men sizni juda ham yaxshi bilaman. Jo'jabilday jonsiz. Bu sigir orqasidan kun ko'ryapsiz, sutini sotasiz, qatig'ini sotasiz. Bu ertaga buni sotsangiz, tirikchilik nima bo'ladi? Mana tushunmayapti-ku ukam ham. Aqalayni sot. G'ayrat, menga qara. Akangni bilasan. Buni sigirdan boshqa hech qanday tirikchiligi yo'q. Menga qara. Hasanjon, hozir mo'la olib boring. Sut qatiqni ichib turinglar. G'ayratjonni men o'zim rozi qilaman, xo'pmi? Xo'p. G'ayrat yursang. Rahmat qo'shni. Rahmat. Hayır, farqi yo'q. Aka. Kelyapsizmi? Bo'la qolay shoshyapman. Ukajon, hozir. Ukajon, qo'shni pullaringni berdimi? Hammasini berdi. Bo'ldi, men ham olib borib beray, qutulaman. Quloqim tinchiydi. Ilohim ishlaringni barakasini bersin. Sog'lig'ingni barakasi bersin. Nima niyat qilmiz, diyatlaringga erishing ukajon. Yur ukajon, uyga kiramiz, osh yeymiz, choy damlaymiz ukajon. Rahmat aka, sog' bo'ling. Ko'rishamiz aka. Xo'pda. Aka, kiravering bo'ldi.
Gaplashamiz, bo'pti. Oho, yaxshi bo'ldi. Bahonada pulimni oldim. Shunday qilmasam akam hali berib pulni bermasdi. Zo'r bo'ldi. Hormasinlar. Assalomu alaykum. Sardor Sarpo. Do'stim, qanday ishlar yaxshi? O'zing qanday? Uydagilar jiyanlar yaxshimi? Savdolar qanday bo'lyapti? Yo'qmi? Charchamayapsan? Barakasini bersin endi. Qanday bo'lyapti? Do'stim, kelishimdan maqsad yaqinda xo'jayinim o'g'lini uylantiradi. O'shanga kelin-kuyovni kiyintirish kerak. To'g'ri o'zing olding kelaverdim. Xo'jayinga va'da qilib qo'ygan joyim bor. Sarbolari mendan deb. O'shaning uchun kelishadi, o'zing chiroyli qilib berasan. Nimalaring bor? Ko'rsatchi. Zo'rlardan qilib beramiz. Mana shubalarimiz bor. Aha. Har xil shubalar. Yangiliklar bo'ldi. Tak, jinfirlarimiz bor. Kelinlarga hammasi. Xilidan bor. Mana bu tomonda plashlarimiz bor. Ansambllar, do'ppilar, koronalari. Bu tomonda mana sarilari bor. Endi bu tomonga o'tamiz do'stim. Paltolar bor mana. Yoqali, bez yoqa, kurtka palto deydimi, farqi yo'q. Yoqalilarda ham yoqalar yechiladi, kurtkalarda yelkasi yechilib, yoqalar ham yechilib, bahor kuzlarda ham kiysa bo'ladi. Har xil qilsa bo'laveradi. Zo'r. Endi bu tomonda mana tapchkalarimiz, tuflilarimiz, sumka, kashuluk, hamma narsa bor. Tepalarimizda nimchalarimiz ham bor. Zo'r. Bemalol bu tomonga o'tsak mana sapoglarimiz ham bor agar xohlasangiz. Kuyovlarga ham bor hamma narsa. Mana kelinlar tushuntirib beray. Mana sapoglarimiz, xili bor sapoglarimizda ham kelinlarga. Xilidan bor. Endi bularni xalatlarini ham, gatovoy ko'ylaklarini ham pulni qilib beramiz ichida, hammasini zo'ridan qilib beramiz. Endi kiyovga kelsak, kostyum-shimlar ham yangiliklar hammasi. Cho'tki qilib beramiz, zo'r qilib. Endi tuflilarimiz ham bor. Mana galstuk, rimenlarimiz. Hammasi. Tomonda mana yangilik sport klasslarimiz ham kelgan mana. Yaxshi. Dufort desa dufortlaridan bor. 2 tugma desa 2 tugma qilib beramiz, 1 tugma desa 1 tugma qilib beramiz. Xohlaganini. Sportivka, krossovkasi, jinsi shim, futbolka, sviter, hamma narsasi bor. Makasi, tapchkasigacha. Pulni kiyinadi. Kelishsa hammasini qilib beramiz. O'zi pulidan gapir. Puli qanday bo'ladi? Kelinga nech pul ketadi? Sen bilan men o'rtamda qolib ketmaydi endi. Men berib ketaman. Sen bilan men o'rtamda qolib ketmaydi. 6 milliondan 8 milliongacha kelinni kiyintiryapmiz. Pulni, obshi, hammasini zo'r qilib. Kuyovni 3 milliondan 5 milliongacha kiyintiryapmiz. Hamma narsasi ichida. Hammasi ichida. Hammasi ro'molchasigacha bo'ladi. Yaxshi, shunda ayt, nech pul tashab ketay? Endi berib ketaverasan endi. Menga qara. Men berib ketsam, chiroyli qilib ikkalasini kiyintirib berasan. Ertaga zo'r qil. Ertaga xo'jayinning ayoli keladi. Ular juda injiq odamlar. Xursand bo'lib chiqib ketish kerak. Kelishdiki? Kelishdik, muammo. Paketsa tashib berish kerakmi? Paketsa vokzaldan kelganda kurantga yetmasdan 10 qo'lda 274-magazin. Ikkita oldingi magazin. Kurantga yetmasa ikkita oldin. Ikkinchi etakda. 274 Sardor Sarpo desangiz hamma biladi bu yerda. Ana. Liboya. Men berdim. Chiroyli qilib xursand qilib jo'natasan. Kelishdiki? Xo'jayinlarga qancha qilsak, shu ertaga shuncha qaytadi. Achini zo'r qilib ber. Kam bo'lsa yana aytasan. Kelishdiki? Uyalib qolmasligimiz kerak. Ulardan bari foyda tegadi. Zo'r qilib beraman. Bo'ldi, gaplashamiz. Zo'rlarni qilib beraman. Zo'rni qilib ber. Bo'ldi, o'rtoq. Bo'pti, jo'ra. Kelaverasan, xizmat boshlayapti mana. Ya Hasan aka sizga nima qildi? Sal mazza qo'shdim bilmayman. Akajon, ancha mazangiz yo'q, kecha mazangiz yo'q edi. Uyingizga ketsangiz yaxshiroq bo'lardi. Yuzingiz ham oqarib ketgan, rangingiz bir holatda bo'lyapti. Uka, ishlamasam bo'lmaydi ukajon. Ancha qarzim bor. Kamiga sigir olishim kerak.
Bilasan, qishloqda nima kerak? Bola chaqani boqish uchun sigir kerak. Sut qatiqni ichib turamizda. Qo'shnimga rahmat. Sigirini berib turibdi. Shu sigir bilan ro'zg'or terbatib turibman-da. Qo'shni ham boriga shukr. Qo'shniga ham rahmat. Ishlar. Sigir bo'lsa topilar. Avval sog'liqqa qarang, jon aka. Ishlar. Birinchi o'rinda sog'liq, rangingizni qarang. Sen ishlar sen. Asal o'zimga bo'li. Qolgan ishni davom ettiraman. Qarangda akajon o'zingizga. Xo'p. Xo'p. Ishlar. Qo'shni yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. O'zi yaxshimisiz? Nevalar yaxshimi? O'tirishlarim tuzingmisiz? Yaxshi oldinglarmi? Sigiringizni olib chiqib ketay demaysiz. Siz olingizda hijolat bo'lyapsiz qo'shni. Hech xijolat bo'lmang qo'shni. Hech xijolat bo'lmang. Bilasiz, qo'shida haqqi bor. Menga to'g'risini aytsam, sigir umuman keragi yo'q. Ya, bo'lmasa nimaga sotib oldingiz qo'shni? Endi qo'shni, gapni ko'paytirmaylik-da. O'sha sigir mendan sizga ehson. Sutini ichinglar, qaymog'ini qo'shnilarga tarqating. Mendan sizga ehson. Rahmat qo'shni. Siz oldingizda hijolat bo'lib, rahmat qo'shni. Rozi bo'ling, rahmat aka. Albatta. Insondan mehr-oqibat qoladi. Mehr-oqibat yo'qolmasin. Barakangizni bersin qo'shni, rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling baxtimizga. Xo'p. G'ayratjon. Kelin. G'ayratjon. Ya. Assalomu alaykum aka. Kelin. Bormisizlar. Qo'ng'iroq qilaman. Telefonlaring o'chiq. Nima gaplar? Mana qishloqdan olib keldim. Mana oling. O'zimizni bog'dan bo'lgan mevalar. Shaharda bunaqa mevalar topa olmaysiz. Kelin. Jiyanlarim yesin deb olib keldim-da. Rahmat aka, ovora bo'libsiz-da. Ukam qani? Yaxshimisizlar? Nima gap? Voy, ukangiz ahvoli juda ham og'ir. Nimasini aytay? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Siz so'ramang aka, siz so'ramang. Ukangizni ikkita buyragi borgan, sari qurib boryapti. Bilmadim. Topgan hamma donorlarimiz doktorlarning aytishi bo'yicha umuman mos kelmayotganimiz. Bilmadim, endi ahvoli nima kechadi. Kelin, dardini bergan shifosini ham beradi. Yaxshi bo'ladi. Donor topilmasa, men o'zim beraman buyurang. Qani ukam, qayerda o'zi ukajonim? Ichkarida. Qani ukajonim, G'ayratjon, ukajon. G'ayratjon ukam, nima bo'ldi? Jonim ukam, telefon qilib tusha olmadim. Senga biror narsa bo'lsa, rahmatli ota-onamga nima deyman? Jigarimsan ukajonim. Hammasi yaxshi bo'ladi, siqilma ukajon. Xudo xolasa farzandlaringni, bolalaring to'yini ko'rasan. Mening yakka yonimdan jigarimsan ukajon. Senga buyrak kerakmi? Ber, senga buyrakimni beraman ukajon. Hammasi yaxshi bo'ladi. G'ayratjon ukam. Mana kechiring aka. Arzimagan pulni deb siz rosa dilingizni og'ritdimi aka? Akajon. Kendingizga aytgan hamma gaplaringizni eshitdim aka. Men sizdan arzimagan pulni qizg'onib o'tiribman. Siz bo'lsa joningizni berishga tayyor ekansiz-ku aka. Akajon. Men sizga loyiq uka bo'la olmadim aka. Yaxshi bo'ladi. Sizdek mehribon akaga loyiq uka bo'la olmadim. Meni kechiring akajon. Kechirdim. Iltimos akajon, meni kechiring. Hammasi yaxshi bo'ladi ukajon. Iltimos qilaman akajon. Siqilma. Doktorlarimiz yaxshi. Davolaydi xudo xolasa. Meni kechiring.